Men Tursunov Bahrom 1994-yil tug'ilganman. 2010-yil maktab bitirgach Toshkent turizm kollejiga o'qishga kirdim. Milliy va Yevropa taomlari oshpaz yo'nalishida. O'sha davrlarda men o'ylaganman, oshpaz bo'laman deb. 2010-yildan 2020-yil oralig'ida men oshpaz bo'lib ishladim. 11 yil umrim oshxonada o'tdi. Hayot meni boshqa yo'lga boshladi. 2016-yil, 2020-yil oralig'ida Toshkent Irgatsi institutida o'rta bahoda o'qiganman. Men hujjatlarni, texnik jarayonlarni chuqur o'rganish davomida ishonch bu mas'uliyat talab qilishini o'rgandim. Hozirgi kunda Unite Building kompaniyasida texnik bo'lim rahbariman. Bunday kadrlarga bozorda talab yuqori, lekin kadrlar yetishmovchiligi bor. 4 yil davomida men oila qurdim, 2ta mashina oldim, oilaviy erkinlikka erishdim. Unite Buildingda bu faqat oylik maosh emas, balki bu qadrlanish. Unite Buildingda ishlash jarayonida hayotda o'z o'rnimni topdim va hozirgi kunda o'zim yoqtirgan sohada ishlab kelyapman.